ishimiz yurishi uchun, yaxshi pul topishimiz uchun oldin hunarli bo'lishimiz kerak. Hunar faqat kelib bolalar massajiga o'qinglar demayman, любой hunarga. Maqsadlaringizni, orzularingizni amalga oshirish uchun birinchi qiladigan ishinglar ko'rolmaslikni yig'ishtiringlar, ya'ni zavist. Ikkinchi qiladigan ishinglar dangasalikni yig'ishtiringlar. Ko'rolmaslikdan ishinglar yurishmaydi. Har qayoqqa o'zinglarni urib ko'rasizlar, har nima qilib ko'rasizlar, lekin baribir ishinglar yurishmaydi, chunki ichinglardagi narsani Alloh bilguvchidir. Ikkinchisi, dangasa bo'lsanglar ham hech narsaga harakat qilmaysizlar, na o'qishga, na ishlashga. Har bitta narsani o'zidan o'zi osmondan yerga tushib qolmaydi. Oldin o'qish kerak, bilim olish kerak, hunarli bo'lish kerak, keyin ishlash kerak, harakat qilish kerak va ma'mutni toza qilish kerak. Birovga hasad qilish kerak emas, yaxshi niyat qilish kerak. Ana o'shandan keyin ishinglar yurishadi. Yaxshi pul topasizlar, odamlarga kerakli bo'lasizlar, ham maqsadinglar, ham oliy maqsadinglar amalga oshadi. Ya'ni maqsadinglar o'zingizlarning ehtiyojinglar, mashinanglar, chet el, yaxshi kiyim, tilla, brilliant. Oliy maqsad insonlarga foydanglar tegishi, insonlarga yordam berishinglar, qo'linglar shifo bo'lishi. Hamma narsani oldin niyatda yaxshi qilib qilish kerak. Oddiy misol, osteopatiyaga kelib bittada dudulanishi qoldi. Reels qilib qo'yyapman. Maqsadim ko'rib qo'yinglar, men shunaqa qila olyapman deyish emas, hammasi Alloh izni bilan. Maqsadim shunaqa farzandi bor bolalarni onasi ko'rsin bu reelsda, olib kelishsin, sababchi bo'linglar, shifo topsin. Hamma narsa niyatga bog'liq. Yaponiyaga kelib Yumeha assotsiatsiyasini prezidentining o'zidan dars olishi men niyat qilganman. Va amalda harakat qildim. Bitta shu yerda o'tirgan qizlarim ham yordam berdi. Shahnoz birinchi o'chirt dokumentlarni yig'gan, hamma dokumentalni ishlarni qilgan Shahnoz bo'ldi va sababchi qilib shu yerga keldik. Xullas, bu yog'iga niyatim shu Yumehani orqasidan bizani O'zbekistonlik yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimiz, bolalarga, ayollarga shifo ulashish va yana ham yaxshi daromadga kirish.